mana shu efir sal meni g'am beradi o'ylaysizlarga deydi. O'rsizlar, omonmisizlar, qalliqlarim. Bugun salgina tag'am o'sha qalliqda tarixidan qalliqlarim uchun gapirib beraman. Ya'ni meni qallig'im bechoralar qo'rqadilar. Bu narsalarga quloq solishga ham. Lekin men harakat qilib mana shuni gapirib beraman. Agar sizlar qo'rqsanglar, ana qo'rqoq bo'lsanglar, qo'rqib o'tiringlar. Sizlarni bugun qo'rqitib tarixlaringni qarashga haq bermaydi sizlarga Tojikistonga. Qalliqlarga mana shu o'z tarixini qarashga bir odam gapirganga qarashga haq bermaydi. Hali xudo qilmabdi. Bugun sizlarni shuni qo'rqitib olganki, sadqalaring ketay. Qattiq qo'rqasizlar. Nima bo'lsa bo'lsin deydi-ku. Men aytaman, eshitsang eshit qallig'im, eshitmasang o'zing bilasan. Seni balang eshitsa, bir kun emas bir kun seni balang eshitadi. Bugun tag'am o'sha qalliqni tarixiga qaytamiz. Qalliqda nimasi bor edi? Qalliqda nima bilan tanisalar bo'ladi degan savollar keladi. Mana shu savollarga nima qilamiz? Javob topib javob aytamiz. Bugun o'zi qallig'im o'zi nima qilish kerak? O'zi taslimini olish kerakki, unga kerak deydi, kerak emas degan savolga o'zi qarash kerak. Şöyle qo'yamiz. Qallig'im bayrog'i mana şöyle turish kerak o'zi. Joyi shu. Qalliqni bayrog'i. Bu qalliqni bayrog'i bo'ladi bu arqamdagi. Xo'p, jonlarim, qalliqlarim quloq soling. Dunyoga bir Go'ro'g'li degan g'azal bor. Buni allan aytaydigan odamlarni baxshi deydilar. Agar yodlaringga bo'lsa, sizlarning yodlaringga bo'lmasa, otalaringni, bobolaringni kattaroq bo'lsa, yodiga bo'lish kerak. Go'ro'g'li aytaydigan odamlarni baxshi deydilar, baxshi. Go'ro'g'li o'zi asl kimnikidi degan, mana shuni agar biron savol chiqsa, qayerdan chiqdi Go'ro'g'li? Qanoq bo'lib chiqqan Go'ro'g'li degan savollar bu. Go'ro'g'li asl 300 tadan ortiq, 300 tadan ko'p g'azal bo'ladi. Agar xato qilmasam. Men o'ylaysinga 300 tadan ko'p, yo 30 tadan ko'p edi xato qilmasam, 300 tadan ko'p g'azal bu. Go'ro'g'li g'azali 300 ta. Go'r o'g'li, bu ham o'zi qalliq tiliga kelgan go'r. Biz qabristonni go'r deymiz, ha. Go'rga qo'yib keldi deymiz. Shunaqa emasdi, biron odam dunyodan o'tsa, go'rga qo'yib keldi deymiz. Go'r o'g'li, bu jonlarim o'zi asli qalliq g'azali bo'lgan Go'ro'g'li. O'sha baxshilar allan o'sha zamoniga bu g'azallarni aytganlar. Bu g'azallar aynan buni qalliqlar o'z Tojikistonda qalliqlar o'zlari biladilar. Toyirsu degan mana shu g'arg'ara, kangirt, mana shuni ketaversang orasidan po'shin, lavak shu tomonga o'tganga toyirsu bu, toyirsu. Agar bilsang ham. Sovetskiy kelishga, tog'larning orasidan kelishga bir qirqilgan tog' ham bu, orasi ichga oraliq. O'rga toyirda otini qisdi, nimasini, tuyasini qisgan tog', toyir she'r aytsin deganda g'azal aytsin. Toyir g'azal aytgich bo'lgan. Toyirni g'azalini ham bilasizlar.
Agar bilmasanga bu g'azallarni topi ota bobolaring bo'lsa, aytsin to'yir g'azallarini sizlar buni zapis qilib olinga telefonlaringga, chunki kerak. O'sharga shu qisqanga to'yir g'azal aytgan. Bu tog'lar yomon tog'lar, g'arib oyog'ini bog'lar. G'aribga g'arib yig'lar, biz g'aribga kim yig'lar degan to'yir g'azali bu. Qalliqlari. Aynan ana shu tog'da orasiga bo'lgan hodisa mana shu xuddi o'sha qalliqlarni davlatdorlik vaqtiga. Qalliqni davlatdorligini aytganman. Qaysini eshitgan bo'lsang, qaysini eshitgan bo'lmasang, yo'qingga o'laysizlarga qalliqlarni davlatlarini bugun internet vaqti 6-asrdan to 13-14-asrga davr qalliqni davlati bo'lgan. Ya'ni bu o'zi asl 4-asrdan asrga tashkil topgan davlat, lekin maydaroq bo'lgan. Keyingi u ko'p davlatlarni olgandan keyin, bostiruv keyin ko'p joyda olgandan keyin bu 6-asrga 6-asrda o'rtalariga qalliq kaganati degan davlat tashkil bo'lgan. O'sha Wikipediyalardan kovlasanglar topasizlar buni. Kam ham yozilgan bo'lsa bu, ammo bu Xitoy tarixlariga, arab tarixlariga bu narsani ko'proq topishlaring mumkin. Bu narsa endi tojiklar, qalliqlarga haq berilmagan bilishsa. Qoraxonlik davlati deganga bu kim deb hayron bo'lmanglar. Bu qalliq davlati. Faqat qalliq kaganatdan Qoraxonlik davlatiga o'zgargan davlat. O'zi asl qalliqda o'sha davlat. Nomi o'zgardi xolos. Mana shu to'yir aslan mana shu bir g'azal, to'yir g'azali shu Go'ro'g'liga qarang. Men nima uchun buni aytaman? Qalliqlarniki, qalliqlar davriga bu g'azallar paydo bo'lgan. Yozilgan bu g'azallar qalliqlar davriga deb men uverenni aytaman bu narsani. Hamma o'sha g'azal qahramon nomlarini qarang, hammasi mana shu tarixga kelgan qalliqlarning nomlari. Ya'ni o'sha qardansan deb go'dakni so'raydi g'azal aytganga. Sen deydi g'ulommassan, ko'rinishing shohga o'xshaydi degan g'azal bu. Hey bola sen deb bo'g'izdan aytadilar. Chunki tojiklarga biron bunaqa narsa yo'q bo'g'izdan aytish. Bu keyin o'z aytadilar, yo boshqalarga ham yo'q. Bu o'zi asl qalliqda bo'lgan. Asl bu qalliqdi moli. Toza, originalna qalliqda avtorskiy pravasi bu Go'ro'g'liga. Ya'ni men sen qalliqdi haqqimiz bu buna, pravamiz bu. Sen kimsan deydi g'azalga. Hey bu o'sha balaga qarab, pul bozordan olgan balaga qarab sen kimsan deydi. So'raydi. Keyin u bala yolg'on aytadi unga. Men hech kimim yo'q, bir qulman. Yanadagi qizdan so'raydi. Opasi bo'lgan, agar adashmasam. To'g'risini aytsang sen qiz deb qizga qarab murojaat qiladi. U g'azal. Qiz aytadi, ko'zidan yosh kelib, asli biz xonzoda Qoraxon xonni balasi biz. Ya'ni ki bu asl keladi qalliq davlatiga. Qoraxon xoni qarga bo'lgan, qalliqqa bo'lgan. Boshqa joyga bo'lmagan bu xon. Ya'ni aynan qalliqqa bo'lgan bu xonlar. Ya'ni mana shu nomlar hammasi shu bo'lgan shu voqealar, shu g'azallar asli to'yir suvga ko'proq takanib yozilgan. To'yir suv qarg'adi hozir. To'yir suv G'arg'ara, Dang'ara, Kangirt mana shu oradan kelaydigan suv doirani to'yir suv deydilar. Mana shuni. Shu suvni bo'yiga hammasi qalliqlar yashaydilar. Shu doirani bo'yiga hammasi Po'shin, Lavak, Devchashma hammasi bular shu qalliqlar yashaydi, bular qallig'i nom. G'arg'ara, bular hammasi qalliqlar yashaydi bu yerda. Asos endi keyinroq bular tojiklar ham ko'chib kelganlar, lekin asl hammasi qalliqlar yashaydi. Bu g'azallar
asıl 300 dan ortiq, 300 dan ko'p g'azal eng kami 2 soat aytiladi, eng ko'pi 9 soat aytiladigan g'azal. Bilasizlar bu qanday g'azallarni? To'xtamasdan 9 soat aytishing kerak. Vaqtiga baxshi bo'lgan. Baxshi g'azalni nima bilan aytadi? Domra bilan. Ya'ni ki bu nima bo'ladi? Asıl chiqqan joyi, asıl bu narsani shu dunyoga kelganiga qardan kelgan, qalliqdan kelgan. Ya'ni hamma g'azallarga o'sha qahramonlarni Qoraxon, o'sha nomlar ko'p. O'sha g'azallarga qarasanglar nomlari ko'p. Toir, Zuhra, shu nomlarga qarovchiga hammasini paydo bo'lgan joyi boshqasi bu o'zi shu Qoraxon davlati va bor vaqtiga Qalliqdi davlatiga bu g'azal chiqqan. Bu g'azallar yozilgan. Bu g'azallar o'qilgan. Aynan domrayna baxshilar yurgan o'sha shahar o'sha qishloqlarga yurib baxshilar mana shu g'azalni aytganlar. Go'ro'g'lini ham shu g'azali hammasini qarovchiga qardan bo'ladi, qaysi joyga bo'ladi? Qoraxon podshoning shahriga bo'ladi. Ya'ni g'azal shu historiya, tarix qayerga bo'ladi? Qoraxon podshoning shahriga, ya'ni Qoraxonlik davlatiga bo'ladi. Qoraxon podshoning shahriga bo'ladi. Go'rga tug'iladi. Keyin unga qiz o'yinchoqdan o'g'il o'yinchoq qo'yadi. Ot sut beradi go'dakda. Go'dak keyin u ko'rsa o'g'il o'yinchoqda o'ynagandan, oshiq o'ynagandan keyin o'g'il o'yinchoqda uni yugurib ushlab oladilar, olib keladilar. Nom qo'yadilar, uni nima? Go'r o'g'li. Ya'ni go'rdi o'g'li, go'rga tug'ilgan o'g'il. Bu shu bilmayman endi qancha bu mifologiya to'qilgan narsalar bo'lsin, yo haqiqat bo'lgan narsalar bo'lsin, bu muhim emas. Aksar narsalar mif to'qiladi. Neki shu mif ham bo'lsa to'qilgan qarga Qalliq davlatiga, Qoraxon davlatiga. Shu asoslarga agar qarasanga har bir talaring ki Go'ro'g'lini asl tug'ilgan joyi, paydo bo'lgan joyi, Go'ro'g'li g'azali bu Qalliqdiki. Bu to'g'ri Qalliq Qoraxon davlatiga, Qoraxonlik davlatiga bog'langan narsa. Bu o'sha davlatdan va shu g'azallarni hammasi ham o'sha Qoraxonlik davlatiga aytilgan g'azallar. Shohni bo'lganidan to yo'qolganigacha, to sotilganigacha, to hammasi bu g'azal bo'lib aytilgan. Chiqqan bu Qoraxonlik davlatidan. Ya'ni bu Qalliqdi nima deydi? O'sha asrga shu domraynan g'azal aytgan, baxshilik qilgan bu nima? Qalliqdiki. Bu boshqa bunoq deylik. Boshqa millatga bu narsani daxli yo'q. Ya'ni buni egasi kimni deganga, buni o'zi asl avtor pravasi kimga turadi deganga Qalliqqa turadi. Buni hech bir millat da'vo qila olmaydi. Men buni luboy kelib aytsin, mening davolashsin. Men tarixdan davolashtirib beramanki, bu Qoraxonlik davlatiga chiqqan, dunyoga topilgan narsa, o'ylangan bo'lsin yo shu nimalar haqiqat bo'lsin, farqi yo'q. Bu shu Qoraxonlik davlatiga, o'sha Qalliqlarning davlatiga bo'lgan, yozilgan g'azal chiqqan mana shu nom olgan bu Go'ro'g'li deb. Bugun mana tojik barodarlarimiz ham buni G'urg'uli deb aytadilar. G'urg'uli. Nima uchun bular G'urg'uli deydi? Chunki bo'g'izdan aytiladi-ku, g'irg'irlab. Hey, Qoraxon deydi-ku. Shu bo'g'izdan g'urillagani uchun
tojik birodarlarimiz buni g'urg'uli deb aytadilar. Go'ro'g'li demaydilar. G'urg'uli deydi. Asl g'azalni nomi Go'ro'g'li. Asl g'azalni nomi Go'ro'g'li, g'urg'uli emas. Bo'g'iz bilan aytilgani uchun buni mana shu tojik birodarlarimiz buni ko'p aytadilar. Tojiki ko'p mana she'rlarni ham, tojiki g'azallarni ham mana shu Go'ro'g'li nimasiga aytadilar. Mana shu Go'ro'g'li stiliga aytiladi. Ko'p tojik she'rlarini ham qo'shib aytganlar o'zlarini she'rlari ham bu. Lekin asl bo'lsang o'sha Go'ro'g'li, ya'ni Qoraxonga bog'lanib aytilgan, Qoraxon davlatiga, ya'ni Qoraxonlik davlatiga bog'lanib aytgan. Bu Go'ro'g'li bebiron отказ, bebiron spor, любой insondan spor qilamiz. Kerak bo'lsa отстаивать qilamiz. Go'ro'g'li bu qalliqdi moli. Bu qorliq kaganatini, Qoraxonlik davlatini moli Go'ro'g'li. Bu boshqa narsaga tegishli emas. Har kim aytishga haqqi bor. Buni aytmayman, hech kimning haqqi yo'q aytishga deb. Aytadilar. Buni o'zi asli baxshilik deb aytadilar. Ya'ni Domraydan Go'ro'g'li aytganni buni baxshilik deb aytadilar. Ya'ni allin qalliq bobolarimizga shuni baxshi bobolar bor edi. Hozir yo'q bu narsa. Hozir qalliqlar og'ziga jivachka solib chaynab, Rossiyaga borib ishlab, ko'tin tagiga bir mashina olib olsa, bu qalliq boshqa ko'chaga tojiki gapirib ketadi. Ya'ni o'z tilidan uyot aytgan bizni qallig'imiz. O'z tarixingniki bilmading kimligingni, kanishna uyotasan keyin o'zing. Hali bir o'zimni xeshim, uzoq ketmayman. O'zimni xeshim o'z bolalari bilan tojiki gapirdi. Bir kun uyiga borsam, men aytdim, tushunmadim, nima sen balangdan tojiklaysan? Sen qalliqsan. Biz Tojikistonga, tojik tili bizni davlat tilimiz. Ko'chaga, idoraga, har joyga ishimiz tushsa, biz tojiki gapiramiz. Neki o'z balangdan, o'z uyingga, o'z qishlog'ingga, o'z hamsoyangdan, qallig'ingdan bu to'g'ri kelmaydi tojiki gapirib o'tirsan bu. Oranga biron tojik bo'lsa, o'shani hurmat qilib, misol, u ham seni gapingni tushunsin, deb misol oralaringga tojiklasan-a, o'sha mehmon hurmati ki misol u tojik tushunmaydi qalliq tilini. Mana shu tojiklaysan uni, allingdagi qalliqdan ham tojiklaysan. O'sha maqsadingki allingdagi o'tirgan tojik barodaring misol sen tiling tushunmay norohat bo'lmasin, xijolat bo'lmasin degan maqsadga mana misol tojiklaysan. Neki sen qalliq, baland qalliq uyingga o'tiribsan, xotining qalliq, hech kim yo'q, o'z biringdan nima tojiklaysan desan, aytdiki, bu qalliqni tili kimga kerak edi deydi-da. Bu qalliq tili bilan hech bir ish butmaydi deydi. Men aytdim, to'g'ri aytasan, butmaydi. Senga o'xshaydigan til sotkichilar bo'lsa dedim, qayerdan butadi dedim. Bu nima? Qalliqni tili bilan dedim. Sen o'zing o'z tilingni hurmat qilmagan inson seni tilingni dedim, kim hurmat qiladi? Sen o'zingni tilingdan uyotib turganga birta sen tilingdan aytadi, bu tili zo'r, yaxshi til ekan, qalliq tili. Ke biz mana shu qalliq tiliga gapiraylik deydi. Yo'q, gapirmaydi, chunki sen o'zing sotgansan o'z tilingni. Valvallah kelib ketyapti. Hayda jonim. Keyin qalliqlarni g'azallari, zo'r g'azallari. Bu aytdim-ku, mana Toyir g'azali, Toyirda ana shu tog' deydi, qisganga, ikkita tog' qisganga, o'shardan Toyir o'tgan. O'sha g'azalga. Keyin Toyirni she'r ayt deganlar. Tog'lar aytganlar endi she'r ayt deb.
Men tog' gapirmaydi. Endi qalliqlar o'ylab qo'yganlar tasalligini qo'shganlar o'zlarida. Toqqa keyin Toyir she'r aytib bergan. Bu tog'lar yomon tog'lar, g'arib oyog'ini bog'lar. G'aribga g'arib yig'lar. Men g'aribga kim yig'lar degan. Mana shu she'rni o'sharga aytgan. Keyin qalliqda somon maydalaydi. O'rgam o'z g'azali bor qalliqda. Molnan bosadilar. Ho'kizlaydan bosadilar. Somonni. O'rayam she'ri bor. Nima edi she'rini boshi g'azallari ko'p. Men qalliqda ko'p g'azallarini bilaman. Yodimdan sal chiqqan ko'p yillardan beri endi aytmay yurgandan keyin yoddan chiqqan. Xullas shunaqa edi, hayda bir narsa, hayda ho'kizim, hayda bir narsa, to'mir tuyog'im hayda, somoni senga foyda, bug'doyi menga foyda, maydalatib hayda, to'mir tuyog'im hayda bir narsa. Shu ko'p zo'r g'azal edi. Bu o'sha bug'doylarni bosganga, galagov qilganga o'sha ho'kizlardan qalliq mana shu she'rdan bug'doy bosgan, o'sha ho'kizlardan galagov qilganda o'sha bug'doylarni. Shu uchun jonlarim, qalliqlarim, ya'ni sizlarga ko'p narsalar, ko'p tarixiy narsalaring bu. Bu aynan sizlarga tegishli. Aynan qalliqdiki bu avtorskiy pravasi qalliq tarixiga tegishi. Bu biron nima narsa emas. Sizlar shu narsalarni bilmagandan keyin mutasifona deydi. Tojik birodarlarimiz aytgandek, mutasifona. Sizlar nima qilasizlar? Sizlar o'zlaring qochasizlar o'zlaringdan. Sizlar bilmaysizlarki, qalliq davlati bor chenga hali somoniy dunyoga tug'ilgan yo'q edi. 6-asrda o'rtasiga qalliq ofitsialna kaganat degan dunyo priznavat qilgan davlati bor edi. Somoniy 846-yil tug'ilgan. U 600 nechinchi yil davlati bo'lgan. U davlat bo'lgan. Bilasizlar shuni? Ya'ni 100 yildan keyin somoniy tug'ilgan. Qalliqda davlati bordan keyin 100 yil qalliq davlatdorlik qilgandan keyin somoniy dunyoga kelgan, tug'ilgan. Sizlar bu narsalarni tarixni bilmaysizlar, o'qimaysizlar, kovlamaysizlar. Shu uchun nima bo'ladi? Mana shu endi xafa ham bo'lsanglar, qo'yga o'xshab yuraysizlar. Bugun sizlar yo'qolib ketyapsizlar. O'zlaring yo'q qilingan. Qallig'imni botiri xor bo'ldi. Qalliq qizlarim begonalarga yor bo'ldi. Bugun qalliq o'zidan olishga uyat yotibdi. Bilasizlar shuni? Sizlar o'zlaringni xor qilyapsizlar. Begonalarga yor qilyapsizlar. Begonalarni qo'yniga yotyapsizlar. Busin ham ki shuni buzurg tarix, buzurg shoirlarni sizlar katta bo'lgan shoir bu dunyoga, mana shu Aziya olamini taqdirini hal qilgan insonlarni nasli sizlar bugun. Neki o'zlaring bilmaganlaring uchun-ku o'zlaringni uyatib qochib yuraysizlar. Ki sizlarga, bizlarga qalliqqa g'azal chiqqan vaqti ki bu Go'ro'g'lini g'azal qilib aytgan zamonlar bu qalliq davlatlari bor edi. Birinchi mana shu Qur'onni turk tiliga yozgan, hali nomini ham men kommentariyaga yozib qo'yaman, nima qilib qalliq bo'lgan. Qoraqonlik davlatidan birinchi Qur'onni arabdan turk tiliga o'girgan inson bu qalliq bo'ladi. Hali kecha men tarixini aytib o'tdim qalliqdiki,
Ya'ni Aziyaga islom qoladi yo qolmaydi, buni taqdirini qalliq hal qilgan. Faqat yo sen u tomonsan yo bu tomon. Bu tomon bo'lsang bu tomon utadi, bu tomonni bo'lsang bu tomon utadi. Ya'ni musulmondan Xitoyni ikkisini jangiga urushiga, ya'ni asos rolni kim o'ynagan? Qalliq o'ynagan. Agar qalliq Xitoy tomon o'tib musulmonni urganga edi, musulmon Aziyadan chiqib ketaydi. Ya'ni katta parajeni bo'lib chiqib ketishi mumkin edi. Qolmaydi Aziyaga. Neki qalliq musulmon tomon o'tib Xitoyni urgani uchun Xitoy chiqib ketdi-yu, islom musulmonlik dini O'rta Osiyoga qoldi. Ya'ni bu noqsizlar buzurg insonlarni balasisizlar. Bunu buzurg insonlarni, buzurg davlatlarni. Xattiki Arabni yo'q Xitoyni tarix yozgichi aytadi. 200 yil Aziyani taqdirini qalliq hal qilgan. 200 yil 17-asrdan 746-yildan 756-yildan to 946-48-yilga davr 2 asr 200 yil beqalliqni ijozati Aziyaga biror narsa bo'lmagan. Hamma narsaga okey bergan, zapret qo'ygan, bu qalliq bo'lgan. 200 yil qalliq tili ofitsialna mana shu davlat tili bo'lgan. Ya'ni oldi, berdi, sotdi, ketdi, bu hammasi qalliq tili bo'lgan. Hozir bizning tillarimiz, qallig'imiz buni u qalliq emas. Salisi qolgan bo'lsa, undan ham qolgani vaqt aralashib ketdi qallig'imiz. Mana eski bobolarimiz hade degan so'zni aytmaydilar. Höde deydi. Höde. Höde hayqirib o'tsin deydi. O'z biz u gaplarni aytmaymiz. Hade sen chaqirayotdi deymiz. Yani chaqirayotdi. Hade sen chaqirayotdi deymiz. Bu narsa bo'lmagan ularning tiliga. Hatto men bobolarim ham buni demaydi. Höde sen hayqirayotdan o deydi. Ya'ni qalliq tili o'zi asli boshqaroq bo'lgan. Endi salgina zamona allangi tojik tili ham boshqa xilroq bo'lgan hozirgiga qaraganda. Chunki bizlarga o'ris kelib qo'shildi, bizlarga usi kelib qo'shildi, busi qo'shildi, tojiki qo'shildi. Keyin shular kelib salgina bizning tilini gaplarimizni mana bizga hozir nima deydi? Opa demaydi, apa deydi. Opa bo'lgan qalliqqa. Opa. Hozir nima deydi? Apa deydi. Qalliqlar apa. Kimni desa, amakimni o'g'li deydi. Bu o'zi bachay amakim degan so'z. Yana tojik tilidan kelgan amakimni o'g'li. Qalliqqa amaki o'g'li degan bo'lmagan. Bo'lam deydi qalliqlar. Asl qalliq kimni desang bo'lam bo'ladi deydi. Keyin qalliqqa o'zi fe degan harf bo'lmagan. Quloq solsang agar eski bobolarimizni sal qishloqqa yashaydigan, hozirgilarni ham qishloqqa yashaydiganlar, tog'larga yashaydiganlarga borib qarasang, mana qadaringga nalat seni kelishi meni o'ynam to'g'risiga harillab turasizlar, nara bormaydi. Alangilar Fatima demaydi misol. Fatma deydi. Dorsoxoninga hozirgilar fayzi baraka bersin deydi. Allangilar hozir ham qishloqlarga borsa, hay dorsoxoninga fayzi barakat bersin deydi. Ya'ni fe ishlatmaganlar. O'sha uchun qalliqlar namoz o'qisalar qul huvallohu ahad demaydi, qul huvallohu ahad demaydi. Qul huvallohu ahad deydi. Qalliqlar. Shu qalliqqa o'zi fe degan harf bo'lmagan. Keyin fe kirib kelgandan keyin ham qalliqni o'zini keyin o'sha ko'p narsasini gapirishiga farishta demaydilar, farishtalar deydi. Qalliqlar farishta deydi. Farishta bo'ldi keyin bular almashdilar.
misol olaynikilar. Ko'p narsalar keldi, keyin fe'lan aytildi. Shu fe'lan aytilganda ham qalliqni o'sha o'z mana tojik barodarlarimiz aytgan lahjasiga bir udar tegdi-da, bir narsa almashdi. Bir aytish, bir talaffuz almashdi qalliqqa. Chunki fikr keldi bularning orasiga. Yani benim babam ham bor edi, mana o'shnolarim bor edi. Firdavs demaydi, Firdavs deydi. O, Firdavs deydi. Misol olaylik. Bular penan gapiradilar. Fe harf ishlatmaydilar bizda bobolarimiz, bizda momalarimiz. Bular hammasi fenan gapiradi. Penan gapiradilar, fe emas. Keyin fe kirgandan keyin ham qalliqni tiliga bir almashish bo'ldi. Chunki mana misol biz hozir farishta demaymiz, farishta deymiz. Uje boshqa xilroq ovoz beradi bu so'z. Alimlar farishtalar deydi. Misol olaylik. Hozir biz Fatima deymiz. Alim Fatima bilmagan. Fatma deydi. Fatma. Ya'ni ki Fatima başqa xil talaffuz bo'ladi, Fatma başqa xil talaffuz bo'ladi. Ya'ni ki biz qalliqlar ko'p o'sha o'z tilimizda o'sha baryerini deydi-ku, o'sha valnalarni nima qildik, yo'qotdik. Neki agar 50% ham yo'qolgan bo'lsa qalliq tilining o'sha baryeri 50% turgan. Ya'ni 50 ga 50 bo'ldi desak ham xato qilmaymiz. Chunki allangi bobolarimiz aytdim-ku, mana ko'p narsalarni höde deydi, biz hozir hade deymiz. Sen hayqiryapti deydi. Biz nima deydi? Sen chaqiryapti. Hayqiryapti deydi. Biz aytamiz nima? Sen chaqiryapti deymiz. Ya'ni ko'p narsalar bo'ldi. Almashdi sali. Neki 50 ga 50 desak bo'ladi. Chunki o'sha o'zimizni mana shu lahjamizda baryeri 50 ga 50 bo'lib qoldi. 50 boshqa narsalar bilan aralashdi, 50 ga qolgan. Mana shu 50 ga qolgan. Shuning uchun qalliqlarim, sizlar to'g'risini aytaman, ko'p buzurg xalqsizlar. Ko'p qadimiy xalqsizlarki, sizlar 4-asr, 4-5-asrga qalliq degan davlati bo'lgan. Ya'ni Buloq degan nomdan bo'lgan. Birinchi bo'lib mana tam 3 ta nom edi. Keyin 3 qalliq bo'lib, 3 qorliq bo'lib yig'ilgan davlati bo'lgan 4-5-asrga. Bilasizlar? Odamlar bir xil davlatlar uchunga yo'q edi. O'sha odamlari chichsa ko'tini artishini bilmaydi o zamonga. Sizlarning davlati bo'lgan. Hali qalliq kulturalarga gapiraman sizlarga. Nima kulturalari bo'lgan qalliqda? Ya'ni mana shu o'zim aytayotgan Go'ro'g'li, mana shu Go'ro'g'li g'azali ki 300 dan ortiq g'azal bu. Eng kami 2 soat, 1,5-2 soat aytiladi. Bir aytilishna. Bunun talaffuzi yo'q. U hozirgi qo'shiqlar emas, 3 minutga birta aytsang bo'ldi, 3 minutga birta, 2,5 minut muzikalari bilan 3 minut 4 kupletdan 3 marta aytasan, bir kupletini o'sha kupletlarga takror qilasan bo'ldi, tamom. Qim qishqina deysan boshiga, keyin oxiriga biror narsani aytib tur, yana qim qishqina deysan, bu qo'shiq bo'lyapti. Qalliq g'azallari eng kam 1,5-2 soat bo'lgan. Bir aytish kerak bo'lgan. Uni to'xtamaysan. Bo'g'izdan aytish kerak bo'lgan. O'shaning uchun men tojik barodarlar buni g'o'rg'uli deydi. Ya'ni g'o'rg'uli. Ya'ni bo'g'zingdan g'o'rg'urlab aytasan deydi. Bu o'zi asli Go'ro'g'li. Bu qissa o'sha Qoraqonlik davlatiga bo'lgan shu o'ylab topilgan bo'lsa yoki bilmayman, yo haqiqat bo'lgan bo'lsa bu narsalar, endi buni hech kim bilmaydi. Hala ko'p nimalar borku, go'dak tug'iladi, yo'q qoladi, go'dakni jonivor katta qiladi. Mana Maugli bu misol olaylik, jonivor katta qilgan go'dak, u jonivorlardek bo'ladi, jonivorlar, hayvonlar bunga nima qiladi. Shuna bir qissa bo'lishi mumkin bu narsa. Neki shu qissa ham bo'lsa, shu mana shu bir o'ylab topilgan bir g'azal ham bo'lsa, buni qalliqlar o'ylab topganlar. Buni qalliqlar aytganlar. Bir o'ylab ko'r, bir g'azalni boshlaganingdan keyin 1,5-2 soat eng kamini aytishing kerak bo'g'izdan.
to 9 soatga davr. Любой odam qo'y chichiveradi aytishga buni. Ya'ni eng kami 1,5-2 soatlik bo'lgan. Eng ko'pi 8-9 soatga davr cho'zilgan. Buni o'sha 8-9 soatni bir aytishga aytishing kerak. To'xtamasdan buni 4 soat, 5 soat, 3 soat, 6 soat, 2 soat, eng kami 1,5-2 soat aytilgan. Bu shu g'azallar o'ylab topilgan. Bu Qalliq davlatiga bo'lgan. Ya'ni hamma shu g'azallar o'sha istoriyalari bu o'sha Qoraxonlik davlatiga bog'liq bo'lgan istoriya. Shu g'azal hammasi o'sha Qoraxonlik davlatiga kelgan. Men shu aytaman-ku, yodimdan chiqib ketdi. Meni Xudo rahmati bobom, hozir biz bobo deymiz. Lekin asl bobo bo'lgan. Bu bobo bo'lmagan, bobo. Qalliqlar asli bovom deydi. Bobo deb ana shu ham alishgan bizga. Mana shu ham kelib, misol tojik birodarlarimiz bobi deydi. Biz ham shunga kelib bobo bo'lib boboq bo'lib qoldi bu narsa. Asl Qalliqqa bobo degan narsa yo'q. Ya'ni bu o'z-o'zida almashgan o'sha bovo degan so'zimiz. O'sha bovo bo'ladi bizga. Yoki biz buni nima deymiz? Hozir bobo deymiz. Bobo deymiz. Yo'q, bobo emas. Asl Qalliqlar bovo deydi. Bovonga hadi deydi. Bovong chaqiryapti deydi. Ya'ni ki Qalliqlar votdi degan narsani ishlatadilar. Gaplarga bu o'zi asl o'sha eng qadim Qalliq lahjasi. Bo'lyapti, kelyapti, votdi degan narsa ishlatilgan. Höde, hayqiryapti, bovong, bu o'zi Qalliqlarni o'zi asl o'sha ko'hnaroq lahjasi. Undan oldin boshqa xilroq bo'lsa kerak. Misol, undan keyin kelib endi shu biz aqlimiz olgan, biz eshitgan lahjalar, biz bilganimiz o'zi mana shunaqa edi. Bir-biriga gapirsa höde deb qo'yadi. Höde. Höde voranonga deydi. Ya'ni ki shuni. Mana shuni ko'hna tarixlaring bu jonlarim. Agar sizlar bularni ko'ring, sizlar bu tarixlaringni ko'taring-ku. Bu aytaman-ku, aynan Qalliq tarixi o'zi shu turk olamini tarixiga agar hammasini qarab chiqsang, turk olamini tarixiga agar shu 5 ta tillo sutum tarixi bo'lsa, turk olamiga tarixiga 5 ta tillo sutum tarixi bo'lsa, shuni bir tasi Qalliqdiki. Shu Qalliq shu turk olamini bir tillo sutum tarixi. Lekin nima uchun bugun mana shu Qalliq hech bo'lmaganga bir oblast Qalliqning nomiga turk olamining ichiga yog'ligi bu qanoq turk olamining nomisiga sig'ib o'tirganki yo bular bilmaydilarki Qalliqlar bo qolganlar mana Tojikistonga, Afg'onistonga qolib ketganlar, bular shuchenga davr o'z nomini, o'sha o'z tarixini, o'z shu g'azallarini bular saqlab kelgan. Bular nomini alishtirmaganlar. Yo bu narsalardan bular bilmaydi turk olami, yo bilsa ham, chunki bu Qalliq tarixini o'zlariga olish uchun ko'zlarini yumib, bizlarni ko'rmagandan qilib, Qalliqlarni ko'rmagandan qilib, yo biz Qalliqmiz, biz Qalliqlar. Bizlar Qalliqlar bo'lganmiz deydi. Aytayotdim-ku. Qalliqlar ho demagan, ho degan. Shu Qalliq bobolarim aytgandek, ho. Men ham aytayotdim, sizlar Qalliqsizlar. Qalliq islom qabul qilgandan keyin Qoraxonlik davlatiga Qalliqlarni ko'p bano qabilalari ichidagi 9 qabila bo'lgan Qalliqqa. Bular ketishni boshlaganlar. Bular xohlamaganlar islomni qabul qilishdi. Lekin boru boshqa joylarga ham borsa islom yo'ra kelgandan keyin majbur bo'lib qabul qilganlar. Lekin ular nima bo'ldilar? Ular
bir yarmi o'zbek bo'lib qoldi. Bugun o'zbek nomiga uxonlikka ketib qoldi. Yarmi qozoq bo'lib qoldi qaysi bir qabilasi. Xiti mana Nayman deydi o'zi Qozog'istonga. Nayman deydi. Qalliqqa ham bor. Qalliq buni Oymon deydi. Nayman bu endi o'risi lahjasiga aytilgan bo'lsa kerak, bilmadim nima deb bo'lsa. Lekin bu qalliqqa ham bu. Buni Oymonlar deydi. Bular ajralib ketganlar bori. Qalliq o'sha qalliq sostaviga bo'lganlar. Ajralib Qirg'izistonga qolib ketganlar, Qozog'iston tomon o'tib ketganlar, Xitoyga o'tib ketganlar. Ketganlar, Qoraqonlik davlatidan chiqib ketganlar ular. O'sha o'z qabilalarini olib ketganlar ular. Chunki qalliq 9 ta qabiladan iborat bo'lgan millat bo'lgan. Shuning uchun qalliqlarni qarasang har qaysi har xil ko'rinishlari. Mana hozir xitima shu misol Tojikistonning qalliqlariga qarasang ko'rinishlari boshqa xilroqlar. Ko'rinib turishlari. Lekin shu qalliq O'zbekistonga ham bu. Borib qaragan ularning ko'rinishi boshqa xilroq. Salagina. Nimaga deganda bular bo'lingandan keyin o'sha har bir o'sha 9 qabila bo'lgandan keyin bular bo'linganlar. Qirg'izistonga ham o'zi qalliq bu. Lekin o'zini qalliq deb bilaydiganlari bu hozirga davr. Ko'rgin ularning ko'rinishi boshqa xilroq. Ya'ni Qirg'izistonning qallig'i bilan Qozog'istonga ham qalliq bu. Borib ko'ring ha. Hozirga davr o'zlarini qalliq deb biladi. Ko'rinishlari ikkalasining ham farqi bu. Ya'ni bizlarning ham ulardan farqi bu. Ko'rinishimiz. Nimaga deganda bu 9 qabila bo'lgan. Qalliq nomiga, qalliq davlatiga aylangan 9 ta qabila bo'lgan. Shu uchun Qoraqonlik davlatiga kelgandan keyin, islom qabul bo'lgandan keyin ko'p qabilalar keyin asta-asta qochishni boshlagan. Chunki ular qabul qilishdi, islomni xohlamaganlar. Ketganlar nari, beri, titilib, Xitoyga o'tib ketganlar. Hozirga davr Xitoyga o'zini qalliq deb bilaydigan, o'sha o'z tarixini qalliqman deb bilaydigan qabilalar bu. Ular ham qalliqni sostaviga edi, qalliqlar edi. Ular ham qochib ketdilar Xitoyga. Ya'ni shunoq bo'lib Qoraqonlik davlati Slabi bo'lib qoldi. Chunki o'sha shu 9 qabila silamush bo'lib turgan chenga ular qo'shdilar. O'zlari kam qabilalari qoldi. O'rta Osiyoga kam qabilalari qoldi. Hozir qalliqni gimni ham bu. Osiyo osmoniga bir nimang bor edi. Osiyo zaminiga o'lkan makoning bor edi degan qalliqni gimni ham bu. Ey meni qalliq elim, ittifoq. Ya'ni ey meni qalliq elim, birlashgan degan qalliq gimni ham bu. Bu qaysi zamonga aytilganini, men buni tarixini ham bilmayman. Bu kim aytganini, kim yozganini bu she'rlarni, bu g'azallarni, bu gimlarni. Ey meni qalliq elim, birlashgan. Ya'ni titilmagan, to'plangan desam qochib ketganlar bular. Bular hammasi Qoraqonlik davlati, Qoraqonlik bo'lgan, ya'ni Qoraqon nomiga bo'lgan davlat, qalliqni davlati eng bir ilm fanga, eng bir mana fizika, algebra, ximiya bu narsalarga eng bir muvaffaq bo'lgan davlat bo'lgan. Hattoki bugungi aytaman mana shu Taraz degan shahar bu. Qozog'istonga. Shu nom birinchi o'sharga kelib, mana shu shahar qurgan, ya'ni asedli bo'lib o'tirib qolib shahar qurgan, shu shaharda nom bergan, Taraz deb nom bergan, nom atagan bu qalliq bo'ladi. Bugunga davr bu qalliq kaganatiga, ya'ni 200 yil allin Qoraqonlik davlati bo'lguncha 200 yil allin qalliq kaganati bu shaharda Taraz deb shu yerda shahar bo'lmagan, endi bir o'zicha mahkam shahar bo'lgan. Arab tarixi yozgichi aytadi, Arabni tarixi yozgichi aytadi. Qalliqni shahri eng bir allin ketgan shahar. Armiyasi kuchlik, qurollari ko'p.
öylari, shaharlari ko'p mustahkam qo'rilaydigan shahar bu Qalliqlarni shahri deb yozgan. Qalliqlarni shaharlarini yozgan. Keyin bir narsa degan yodlaringdan chiqarmang. Eng birinchi o'sha toshni boshiga, o'sha go'rdi boshiga tosh qo'yib nom yozgan bu Qalliqlar bo'lgan. Birinchi o'sha yo'qolmasin shu botirlarni, ya'niki o'sha avtoritetli odamlarni qabrlarini boshiga tosh qo'yib tosh yozgan. Buni Qo'rg'on deydilar. Agar sizlar bilmasangiz, mana shu Qo'rg'on tepa bu o'sha asl ko'hna nomi. Qo'rg'on tepa. Ya'niki o'sha nima deydilar? Hozir sizlarga soddaroq qilib tushuntirsam, tojikisiga maqbara deydi-ku. Maqbara qiladilar-ku, yopadi qabristonni. Buni Qalliqlar Qo'rg'on deydilar. Qalliq tiliga asl kitoblarini kovlab topingan Qalliqlarni, Qalliqning tarixiga shu qabristonni nima deb yozganlar, shu go'rdi, shu go'r o'g'lini. Go'r deganlar o'sha знаменитый odamlarniki shu o'zi maqbara deydilar-ku, maqbara qilganni. Buni Qo'rg'on deydilar. Mana shu Qo'rg'on tepa degani mana shu tepalikka o'sha maqbara bo'lgan. Tojikisiga maqbara deydi. Shu Qo'rg'on tepa bo'lgan. Ya'ni o'sha tepaga Qo'rg'on bo'lgan, balandlikka, o'sha tepa joyga. Qo'rg'on bo'lgan. Ya'ni kreps deydi go'risiga, magila, kreps magila deydi-ku, kreps qiladilar girdini. Shu narsani Qo'rg'on deganlar Qalliqlar. Tarixiga bu. Mana shu narsalarni Qo'rg'on deydilar. O'rislar o'zi Kurgan deydilar-ku. Kurgani deydi. Ya'ni ki tarixda yozganlar Qo'rg'onni Kurgan deb perevod qilib yozganlar. Falon joyga nashli Kurgani, Kurgani deydi-ku. Ya'ni shu arxivni joylarga topgandan keyin, ya'ni o'sha ko'hna Kurgan qabriston o'sha go'r topdik deydi-ku. Ya'ni ki o'sha shohni nimasini topilgan Kurgan deydilar. Mana shuni Qalliqlar nima deydi? Qo'rg'on deydilar. Ya'ni mana shu Qo'rg'on tepa degan nom, hali buni tojik birodarlarimiz xafa bo'lib qolishi mumkin bu narsadan. Asli mana shu yerdan chiqadi kelib. Ya'ni bu bo'rlarga, bu territoriyalarga, ya'ni kelgan o'sha zamoniga shu nomlardan qolib ketgan. Hozir nomini alishtirdilar, Bo'xtar qildilar, nima qildilar nomini? Tojik qildilar, olib almashtirdi. Ya'ni Qo'rg'on tepa. Mana shu Qo'rg'on nimadi? Kiringa Qalliq yoki tarixni ko'ringa Qo'rg'on nimadi? Ya'ni bularni xitiki mana shu uzoq ketmaymiz. Mana men o'zim shohid bo'lgan, men o'zim eshitgan bobolarim, yana Faiz bobom, Xotam bobom, mana shu insonlar o'tib ketgan, endi Qalliq bo'lgandan keyin boboviz deymiz, tog'larning orasiga yashagan. Bular Qo'rg'on deydilar. Bular Qo'rg'on deydilar bu narsani. Ana Chim Qo'rg'on deydilar. Bular Qo'rg'on deydilar. Oqsu deydi. Hozir Sirxov deb tojikisiga almashtirilgan, uni Oqsu deydilar. Allin tojiklar Yoqsu deydilar, Yoqsu deydilar. Asl nomi Oqsu. Bu Oqsu degani rang emas, bu oppoq rang emas bu. Oqsu, oqyotdi, oqqin degan. Chunki u tez oqadi oqsu. U kamgina ham bo'lsa ichiga kirsang olib ketadi. Chunki oqishi tez. O'shaning uchun uni Oqsu deb nom qo'yganlar. Endi bu territoriyalarga behuda Qalliqlar qardan osmondan tushganlar. Yo'q, ko'chmanchi bo'lib, gado bo'lib kelganlar. Yo'q, bu nomlarga qarab tursang agar shu nomlarga, bular o'zlari o'sha allin o'rlagan odamlar kamutum yashagan bo'lgan, shoya tojiklar ham bo'lganlar. Ya'ni ki mana bugun Qalliq tojik bir yashaganlar vaqtiga yashaganlar, Sug'dilar bo'lganlar. Bu yerga основной Sug'dilar bo'lganlar.
Neki nomlariga qarang. Qo'rg'on tepa. Biron tojikisiga tarjima bo'lmaydigan, fors tiliga tarjima bo'lmaydigan narsa. Qo'rg'on bu esa faqat o'sha kreps deydi. Kreps. O'risiga kreps bo'ladi. Kreps. Bilasizlar? Mana shu kreps deydi, nima deydi o'sha? Qo'rg'on. Hozirga davr aytamanki, men go'dak edim, yosh edim yo'dim. Bu payz bobolarim, otam bobolarim qo'rg'on deydilar bu narsalarni. Mana shu qiyg'i deydilar. Hozir shu qo'rg'on tepasi o'sha gapidan olingan qiyg'i. Qo'rg'onni qiyg'i qil deydi. O tepalikni qiyg'i qil deydi. Ya'niki o'sha qo'rg'on qil deydi. Qo'rg'on qil. Mana shu narsalardan kelib chiqqan shu gaplar. Qo'rg'on tepa ham mana shu nomdan kelib chiqqan. Qo'rg'on tepa. Biron misol hali tojik barodarlarimiz bu sen nima yolg'on aytayotsan deyishi mumkin. Lekin tarixdan kirib ko'ring. Nima uchun bugun qarasan Qo'rg'on tepaga buncha ko'p laqay qalliq bo'ra yashaydi. Yovon bu tomonlari. Qayni keyin tojik barodarlarimiz ham ko'payib ketdilar. Lekin allin eng ko'p kim yashagan yura? Laqay qalliqlar yashagan. Shu nom ham Qo'rg'on tepa. Bugun olib Buston qildi. Oqsu. Tojik barodarlari Yoqsu deydilar. Yoqsu deydilar. Asl Oqsu edi nomi. Oqsu. Ya'ni oqqin suv degan. Oqayotdi suv. Oqqan suv. Oqayto'g'on suv to'xtamaydi. Oqib ketaveradi. O'shaning uchun Oqsu deganlar uni. Oqsu, Oqayto'g'on suv. Keyin buni Yoqsu deydilar. Tojik barodarlarimiz. Bundan keyin ular hozir Surxob deb aylantirdilar nomini. Chunki u tepadan o'sha qizil qumlar bilan aralashib qizil loyova suv keladi. Endi Tovustonga tiniydi, yomg'ir vaqtida doimo qip-qizil loyova keladi yerdan. Shuning uchun hozirga Surxob deb almashtirganlar uning nomini. Shuning uchun yo'llari bu tarix, islom tarixlari ko'p katta narsa, ko'p shunaqa narsaki bu tarixlaring buni yaxshilab o'rganib chiqinglar. Ha men aytaman, eshitishga qo'rqasizlar sizlar. Hali ku o'qishlaring nara tursin. Bu tarixingni bilgan seni bir taga dushmansan degan emas. Sen o'z tarixingni bilsang, sen o'z qadringni bilasan. Bilasan shuni. Seni bir odam ko'chmanchi deya olmaydi. Seni bir odam bu deya olmaydi, bu deya olmaydi. Mana aytayotman-ku, To'yirsu. Hozirgada bilmayman, nomini alishtirgan bo'lmasa-da To'yirsu edi. To'yirsuga Go'ro'g'li g'azallari. Aynan shu sudi bo'yiga bo'lgan. Aynan o'sha tog'iki orasi tuneli boshini ochiq tepaga osmon ko'rinadi, shunga o'tasan. Men orasidan o'tganman, ot eshaklar bilan necha marta o'tganman. G'arg'ara borishga o'sha yoqdan o'tib borasan. Sovetskidan borishga tog'larning orasidan chiqib, mana bu Kavlisoy deydi. Kavlisoy deydi. Ularning hammasining nomlari qallig'i. Mana shu Kavlisoyda nara qarab keyin harakat qilgandan keyin o'tgandan keyin bir tog' bor. Keyin o'sha daralarning ichidan borasan. Keyin toqqa to'g'ri kelsin, shu daraning ichidan borgandan keyin baxing tog', baxing o'rtasi mana shu ingichka joy, shu bir ot, bir eshak shu yilli o'tadi-da, shu minsa. Aynan ana shu yerga o'sha yerga To'yirni qissasini qiladilar. Men To'yirni g'azallari yozilgan o'shanga. Qalliq olami o'zi asli she'r g'azal olami bo'lgan. Bu narsani yaxshilab eshitib oling. Hozir ham qaysin qishloqlarga bo'lsanglar, tirik bo'lsanglar jonlarim, o'sha katta bobolarimiz, momalarimiz deydi, bo'g'larimiz tirik bo'lsa, qalliqlar aytgandan, borib ulardan yozib oling g'azallarini. Bugun telefon, internet sizlarga imkon bergan narsa. Bugun sizlar qalliqlarning g'azallarini ulardan borib yozib oling, zapis qiling. İnternetlarga qo'yib qo'ying, bu yo'qolmaydi. Fleshkalarga zapis qilib oling. Telefonlarga zapis qiling. Qalliq g'azallarini. Hali u kuni ham meni o'sha o'cham xolamnikiga borib edi. Xolamdan menga bir 30 ta g'azal yozib, xolam aytgan 30 ta g'azal. Endi men uni internetga qo'ya olmayman.
Men siyosatga aralashgan odamman. Ular o'zlarim xeshlarim bo'ladi. Har xil fikri yomon, fikri bad insonlar dunyoga ko'p. O'shaning uchun ularga biron narsa, biron odam ko'cha-po'chaga biron narsa demasin deb ularni qo'ya olmayman men internetga. 30 tadan ko'p menga g'azal yuborgan. Mana shu internetimga bu hal ovozini qo'yaman. Ya'ni bu o'zi telefon zakaz qilganman, sizlarga maqtanib qo'yay o'zimni. iPhone 16 Pro zakaz qilganman. O'zi bizga zakazdan keladi. U o'shnom zakaz qilib o'ziga, xotiniga, qiziga olgan. O'zi menga ham zakaz qildilar. Keladi. Men keyin ovozini qo'yaman. Ovozini, o'zini emas, mana shuni video qilaman, ovozini zapisini qo'yaman. 30 ta qalliq g'azalini eshitasizlar. Buni orasiga tojik g'azallarini ham aytgan xolam. Ko'p xushro'y g'azallari bor. Hammasi yor uchun qalliq olami g'azal olami bo'lgan. Qalliq olami g'azal olami bo'lgan. Boringa qalliqlarim men sizlarga aytaman. Har bir joyga agar bir qalliq bobo, bir qalliq momala bor, boru zapis qiling bu narsani. Qo'llan bermanga. O'tkizingga, o'tiringga, bularni zapis qilib olinga. Erta pushaymon yeysizlar. Bular ketgandan keyin g'azal o'ladi. Chunki bu narsalar yo'q hozir bizga. Kam qolgan yoshlarga, qalliqlarga bu narsalar kam qolgan. G'azallarni yozib olinga, zapis qilinga, video qilinga, kameralarni olib borib, telefonlarni internetlarga qo'yinga. Qalliq g'azallarini. Bular o'lsalar, qalliqning g'azali o'ladi, qalliqning tarixi o'lib ketadi. Chunki bu g'azallarni sizlar bilmaysizlar. Hamma g'azallar og'izdan og'izga kelgan g'azallar. Og'izdan og'izga kelgan g'azallar. Boringa, tog'larga boringa, qalliqlar yashaydigan joylarga. G'azal yozinga, g'azallarni zapis qilib olinga. Qarga bir bobolarimiz bu boringa aliga g'azal biladi, qalliqlarni g'azal bilaydigan. Domra bilan go'roqlar aytaydigan bobolarimiz hozirgacha tirik bo'lishi mumkin. Boringa bir tasi meni o'zim bobom edi. Go'roqlarni aytganga bir boshlasaydi aytaman-ku, ertadan boshlasa kech bo'lib ketaydi. Bir ovozga bo'g'izdan aytaydi. Qo'ydi yog'ini chiniga to'ldirib o'ltirib ho'praydi. Bir kosani bir deydi, keyin ketdi go'roqlasi. Shu domrani olsaydi, domra yig'lab yuboraydi. To domran tor uzilguncha aytaydi. Mana buni go'roqlisi bor edi g'azallari. Shu Qoraxon g'azali o'zi 8-9 soat aytilaydi. Mana shularni biz yozib olmaganimizga men o'zim bugun pushaymonmanki, o'sha vaqtiga qalan romantika magnitofonim bor edi. Ikkita knopkani qo'yib kasetani bossang yozaydi o'shani. Mana shu bobomni, mana shu go'roqlarini yozib olmaganman. Bugun kech qilmagan qalliqlarim bo'lsa, boringa yozinga, jonlarim sizlarga. O'sha eski bobolarimizni, eski momalarimizni boru she'rlari ko'p, g'azallari ko'p. Bir tasvir aytaman-ku, 30 tadan ko'p. Meni xolam o'laydigan joyga yotdi. Kasal yotibdi. Hilla turg'izib o'tkizib qo'yib, hilla aytirganlar. Men o'chamni aytdim, yozib olgin, zapis qilib ol xolamni g'azallarini, ko'p g'azallari bor xolamni. Chunki biz mayda edik, xolam g'azal aytib beraydi bizga. Ko'p g'azallar aytib beraydi. Bug'doy o'raydik, xolam baland ovozdan g'azal aytaydi, biz bug'doy o'raydiklar. 100 dan ko'p g'azallari o'rimi mana shu bug'doy g'allaga bor. Boringa yozib olinga. Qalliq olamini, qalliq dunyosi, g'azal dunyosi bo'lganini biz dunyoga ko'rsatishimiz kerak. O'zimizni kelaydigan oyanda naslimizga qo'yish, tirik qo'yishimiz kerak qalliqni, nomini, g'azalini, tarixini. Aytaman-ku, men bugunga davr o'ylanmadim. Shuncha aytdilar, bola o'ylanib aytmaydi. Qalliq qizi bo'lsa o'ylanaman dedim. Bilasizlar? Mana shuni aytdim, qalliq qizi bo'lsa o'ylanaman dedim. Bu narsani men kechroq tushunib qoldimmi, neki? Yo'llaring omon bo'lsin, hammalaringni.
Kommentga yozinglar, qalliqlar yuboringlar boshqa qalliqlarga videoni ko'rsin.